Xullas bolalar, video olayotganimda videom o'chib qoldi. Shunga boshida aktiv serverga qanday qilib kirganimni o'chib ketdi. O'chag'an bo'lmadi videom. Boshqatdan oldim boshqa video. 13 minutlik bo'ldi bu. Unda aktiv serverga qanday qilib kirish, registrdan o'tishni o'rgatganlar. Sizlar uchun login parol o'qib o'tirmasdan hozir mana bu foydalanuvchini boshqatdan o'dal qildimda skachat bo'ldim. Registrdan o'tishga sizlar uchun registrdan qanday qilib o'tishni ko'rsataman. Birinchi bu foydalanuvchiga kirib olamiz. Keyin playga bosamiz. Mana bu to'ladi. To'lgandan keyin olib kirib ketadi shunaqaga. Va ozroq kutganimizdan keyin o'zi kiradi. Stop qilmayman bunda. Videoga like bilan obuna bosib qo'yinglar. Men tezroq birga bo'lishim kerak. Agar birga bo'lsam, ota-onam menga kompyuter olib beradi. Tug'ilgan kunimgacha birga bo'lishim kerak. 31-yanvargacha birga bo'lishim kerak. 3 oy qoldi, adashmasam. Agar birga bo'lsam, ota-onam menga kompyuter olib beraman deb va'da bergan. Mana kiryapti. Agar kompyuter olsam, mana shu kompyuter orqali o'ynaymiz bularni. Mana boshlataversa, ikkinchisiga bosasizlar. Bosgandan keyin mana bunga pistechka qo'yib, Procase bosasizlar. Keyin mana shunaqa ekran ochiladi. Keyin Add Server degani bor o'ng tarafda. Tagi. Keyin bosasizlar. Bu yerda ikkinchisiga bosib, tepada o'ng chap tarafda Keyboardo turibdi. Keyboardo inglizcha aytmayman. Articraft.uz deb yozasizlar. Keyin Doniga bosasizlar. Yana bitta bosib, o'shanga bosasizlar. Articraft.uz deb yozasizlar. Keyin ozroq kutsak chiqadi. Yana 1-2 marta yozsam, chiqdi. 170. Mana keyin bizda shunaqa narsa chiqadi. Keyin chapga yozib /register deb yozamiz va hech kimda yo'q bitta parol yozamiz. Men masalan 123 6 talik bo'lishi kerak. 123 hamza mana. Keyin mana Johnny World olib kirib ketdi. Keyin mana bu yerdagi yashil o'ynachilarga bosamiz. Bo'ldi. Keyin kiritadi bizni. Mana qo'limizdagiga bossak, anarxiyaga kiramiz. Bo'ldi. Xullas shunday qilib registrdan o'tib qilasizlar. Keyin bitta kiyimlar beradi.